Darvozani o'zi 13 mingga tushdi. Bizani unitasi narxi ekanu. Ja, unaqa emasdi. Bu ustalaringiz ko'rinmaydi? Dachada. Norvegiyadan zakaz qilgan vannam kelgan ekan, o'shani ustanovka qilishyapti. Lekin zalingizda aboylaringiz bo'lmabdi. Ukrainanikimi deyman? Nimalar deyapsiz? Anaqa bo'y, attachento. Hormanglar ham qishloqlar. O'zingda bo'l, ukam. 30 yil bo'ldi kelgan o'zaga. Propiska olmaganmi deyman, qo'shni? Akalar qishloqdan kelyapman. Yana qishloq deydi-ya, ey. Akmal aka, Ha, uyingizga kiruvdim. xo'sh. Enangiz hovlida o'choqda ovqat pishirayotgan ekan. Otangiz obdasta ko'tarib, hovlini idiga ketayotgan ekan. Shu bitta hammom bilan oshxona qilib bersangiz bo'lar ekan. Yog'i paroto qo'shni qilib qo'ymoqmidingiz? Nima edi? 13 minglik darvozami? Asad aka. Opangiz operatsiyasiga qishloqdoshlar pul yig'ishayotgan ekan. Sizga ham 3-4 so'm berarmikan deyishyapti. Mayli. Sog' bo'lingizlar. Tashkentliklar.